Assalomu alaykum hurmatli gulsevar yurtdoshlar, aziz muxlislar, obunachilar. Mana bugungi uyimizdagi gullarimiz yana bir obzorlarni qilib o'tib ketamiz. Bu yerda bir gulimiz bor, tagidan qirqib yubordik. Yer guli edi. Agar oldingi videolarni ko'rgan bo'lsangiz, mana shoxchalar chiqib qoldi. Bu yerda bitta qulpini ham ekib qo'ygandik. Bu piyon gulimiz. Bu yerda shoftoli danagidan suqib qo'ygandim. Chiqib qolsa ajabmas. Mana kalonxo'ya gulini qalamchalaridan tomirlatib ekkanmiz, juda chiroyli holatda turibdi. Mana xudo xolisa gullab beradi. Yosh qalamxo'ya ko'chatlari, qalamchalari, atroskalarda. Mana bu agar eslasanglar indiskiy siren gulimiz edi. Mana gullagan, juda chiroyli bo'lib, har bir nimasida gullari mana juda chiroyli bo'lib turibdi. Pes tegmasin. Kremchalarni qarab qo'yinglar. O'zi mittagina, chiroyligina. Kitayskiy rozamiz ham adaptatsiyadan chiqdi, vakuumdan chiqarib qo'ydik. Mana bahchalari katta bo'ldi. Demak, bu sharoitlarimiz, gruntlarimiz yoqqan. Yeralarimizdan qilgan atroskalarimizni natijalari mana bu yerda. Mana g'unchalari ham turibdi. Agar ekranni kattalashtirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bir ikkitalarini sotib ham ulgurdim. Bidajicha ishlar ketyapti, sprey qildim. İşten kelib, mana bu yerda qalamchalarim bor. Krasula denizli derva deb qo'yadi. Mana bular ham ko'rayotgan bo'lsanglar amallab qoldi. Mana bu mana har bir nimasida g'unchalar bor. Keyingi g'unchalab gullashga qaradi, ko'ryapti. Bularni qancha gulla bo'lgandan keyin kesib tashlanglarda qo'rqmanglar. Shoxchalarni kesib kessanglar mana pishni bo'lib shoxchalar chiqaradi. Yana gullashga o'zini kuchini beradi. Qora shahzoda aybga burmaysizlar. Ishdan keldim, hali changlarni artib, gullarni barglarini maqma, faqat sprey qildim hozircha. Mana bu yerda aloyimizni atroskasida qo'yib qo'ygandim, bu ham ildiz chiqaryapti. Mana bir ikkita eksperimentdan qilgan nimalarim bor, natijalarim ularni keyingi videolarda qilib chiqaman. Qalonxo'yani bu matishnigi shu yerdan olib qalamcha qilgandim, lekin mana tagidan chiqib tanasut qurib qo'yganga o'xshaydi. Lekin mana tagidan nodachalar, atroskalar chiqarib, qalamchalar chiqarib chiroyli bo'lib bizga kelib qo'ygan. Mana buni ham qalamchalar chiroyli bo'lib katta bo'lib qoldi. Krasova denizli dereva. Hozir butun gulimizni yangicha kattaroq tuvakka ko'chirganimizdan keyin mana yangi baxtlar chiqardi. Turpaqlari qolmagan ekan, kichkinagina tuvak deydi. Oldingi videolarimizda kirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana undan keyin natijasini ko'rib turibsizlar. Mana juda chiroyli bo'lib qoldi. Gullar уже shoxlanashlardan ko'payadi. Mana bu video qilib chiqargan Aukuba qalamchamiz. Mana baxtlari katta bo'lib qoldi. Buni oldingi videolarimizga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Sug'orishga qo'yib qo'yganman mana. Mana bu yerda gulimizni singonimizni tomirlatishga qo'yib qo'yganmiz. Qalamchalarni tomirlar otib yotibdi. Bu yerda tyorshin yazık deb qo'yadi endi. Xalqimiz tilida sanseveriyaning bir turi, oddiy turi. Mana chiroyli bo'lib turibdi. Geranlarimiz mana gullayapti, singoning gullarimiz. Mana jasmin gullarimizni gullashini qaranglar. O'tgan safar ham aytganman, ko'rsatganman. Juda ko'p uxotlari chiroyli, yaxshi bo'lgani uchun gullashdan to'xtamayapti. Allohga beadad shukr qilaman. Mana keyingisi, mana buni ham g'unchalari уже mana to'xtashdan charchamayapti, ko'z tegmasin. Uyimni hidi to'lib ketgan. Darvozaxonamga kirsanglar, hidi shunaqa tutib ketgan. Buni jasmin guli, mushkambar gullari borlar juda yaxshi biladi. Mana bu yerda angliyani gulimiz ham yashirinib yotibdi. Baklar juda chiroyli bo'lib o'ziga kelib qo'ygan. Buni ham necha marta nevaralarim tortib chiqarib qo'yib, bu ham yaxshi nima ekan tutib ketgan. Mana bu yerda videomiz oldingi peperoni gulimizni qalamcha qilgandik. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, menda nimalari chiqarib qo'ygan. Ana ko'rinayotgan bo'lsa, qalamchalar ekranni kattalashtirgan bo'lsanglar ko'rinadi. Allohga beadad shukr. Mana kaktuslarimizni, aloylarimizni atroskalardan qalamcha qilganlarimizni mana tutib qo'ygan. Buni tuvakchalarga olganmiz. Mana bu sanseveriyalarimizni keyingi videolarda olib chiqamiz. Bularni
ko'paytirishga qo'yib ildizlatganmiz. Qanday ildizlatishlarni, qanday ishlarni keyingi videolarimizda inshaalloh nasib qilsa sizlar bilan diydor ko'rish, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Sanseveriyamizni mana yana bitta sorti. Oldingi videomizda buni ham ko'rib tursanglar bo'ladi. 3 tagina barchasi bor edi. Undan keyin mana o'rtasida yana 3-chi, bu ikkitasi keyingi chiqqan nimalari, yana ichida yana nima boshlanyapti amallari. Mana gulimiz ham Rossiyadan olib kelgandi. Bir hamkasbimiz bergan. Bu yerda juda ko'p gullarimni Rossiyadan olib kelganman. Dugonalarim, hamkasblarimiz esdalikka bergandi. Bu yerda qalamcha qilib ekkan singonim gulimiz bilan juda chiroyli bo'lib baklar yozgan. Sheflera gulimiz bilan juda chiroyli ko'rinishda bo'lgan. Mana bu o'tgan safargi videomizda qilgan gulimizni mana shoxchalari katta bo'lib qolgan. Voy, mana bizni Kora round zamyakokus gulimiz. Mana bu chiqaryapti yangi shoxchasi, mana ko'rgan bo'lsanglar. Mana tagida ham hudlarimiz yo'qyapti, parvarishlarimiz yo'qyapti. Gulni parvarishda shu sug'arish bilan me'yorini olib, kun tushadigan quyosh jazirama quyoshga qo'ymaydigan qilib suv berishini sirini bilib olsanglar bo'ldi. Mana bu suvni uncha yoqtirmaydi. Mana bu yoqtiradi. Shularni ajratib olsanglar bo'ldi. Mana shu misolcha 20 kunda bir qo'yaman. Mana bunda 10 kunda bir hafta bir. Hozir jazirama issiq saraton kunlarda turibmiz. Mana bular bir haftada 6 kunda. Sharoitga qarab. Mana bu sifat film gulimiz mana bunchasi boshladi. To'ylarni almashtirganimdan beri barglari birin qo'yib biri chiqib mana gullashdi. Yana arafasida. Voy, mana bu gulimiz qaranglar. Bu ham mana yangi barglar chiqargan. Buni bo'lgandim, agar eslagan bo'lsanglar videolarimizda. Mana bu gulimiz ham zamyakokus gulimiz. Kichkina qancha qalamcha chiqardi. O'tgan safar ko'rsatgan videolarimizda ko'rsanglar ko'rib olasizlar. Mana juda ko'p qalamcha chiqardi. Shoxchalar mana chiroyli bo'lib yashnab yotibdi. Eslaymansiz, subhanalloh. Allohning bir insoniyatga bergan bir jannatdan bir tuynugini tushirib qo'ygan deyman-da shu gullarni ko'rib. Yoshini yazık xalq tilida sanseveriya yana bir oddiy turi. Mana bu gulimiz. Oldingi videomizda kesib, shaxlatib, ildizlatib ko'rsatganmiz buni. Katta bo'lib qoldi shoxlari, ko'rsatmaysiz. Bularni ko'rib charchab ishdan kelganingizni ham esingizdan chiqarib qo'yasiz. Mana hamidoriya guli. Qaranglar qanday. Buni bo'lgandim videom. Katta bo'lib bo'ylar cho'zilib, ko'rkam bo'lib qoldi. Uni yonida oddiy yashil fikus gulimiz. Aybga burmaysizlar. Chang har kuni kunduzi bilan issiqda suv sepilyapti darvozaxonaga. Changi suvlar chachiralib yana chang bo'lgan. Hali artgan ulgurganim yo'q. Chidamay ketdim, qorong'i tushib qoladi. Barglarni artib videoga olgunimcha qorong'ida uncha ko'rinmaydi. Sifat film gulimiz ham amallab chiroyli bo'lib qolgan. Mana gullarimiz bir ikkita ko'p gullarimizni sotishga ham ulgurdik. Mana orxideya gulimiz ham juda chiroyli bo'lib qolgan. Agar ekraninglarda hozir shomga yaqin bo'lib qolyapti. Shuning uchun nima bo'lib qolyapti? Fanarni yoqib oldim, lekin bari mana ko'ryapsizlar, tomirlar. Voy, aslanlarim, go'zallarim, bular bilan gaplashib yozilasiz, charchab kelganingiz bilinmaydi ishdan. Hozir nevaralar yo'qligi uchun jicha tinchcha paytda olyapman videoga. Mana orxideya gulimiz barglarni chiqarib, juda chiroyli holatlarga kelib qolgan. Bu yerda aloe gulimiz ham kichkinagina nima deydi, stakanchik mana katta to'yakka o'tkazganimizdan beri bu ham chiroyli bo'lib qoldi. Mana sanseveriya gulimiz. Buni sherigini sotishga ham ulgurdik. Mana hurmatli kanalimiz a'zolari, gulsevar yurtdoshlar. Bir oy adashmasam oldin olingan videolarimdan keyingi obzor, menimcha 2 oy bo'lmadi olganimga. Adashmasam 2 oy bo'lgani yo'q. Mana xariston gulimiz amallagan barglar tuvagini almashtirgancha mana bunaqangi kichkina tuvak deydi. Juda kattaroq qoldi. Mana natijasini ko'rib turibsizlar. Agar gullar o'smayotgan bo'lsa, ildizi qarab tuvakdanlar balkim qisilib qolgan bo'lishi ham mumkin. Ildizi juda kattaroq qolishilar kerak. Agar
shunaqa nimalari ham bo'ladi. Shu gullarni sirini bilib olsanglarlar, sizlardan baxtli odam yo'q. Keyin mana buni qarang. Voy, bu go'zallikni qarang. Bu bakini qarang. Bakini qarang. Meni kaftimdan ham dash katta. Kelgandan beri bak yozishdan to'xtamaydi. Subhanalloh, Allohning mo'jizalar. Mana bularni qarang. Bular hali gullasa bahri dilingiz ochiladi. Voy, buni qarang. Qanday Allohning jannatdan tuynugini ochirib shu yerga tushirib qo'ygan. Shu gullarni nimasi deyman-da endi. Mana hurmatli hamyurtlar, obunachilar, gulsevar yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda Xudo xolisa inshaalloh nasib qilsa gullarimizni eksperiment qilib, ildizlatib olgan yana bir gulimizni olib chiqamiz. Shu kunlarga yetkazishiga Allohdan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.